Karvon. Abduri İlyar Ataman. 5. qism. Qadri. Hürmetlik tansharmanlar. Endi asrimizning keyingi bayonlarini Qadirning ig'izidan anglaymiz. Hey ko'pchilik, yaxshimisizlar? Garchi bayonkam meni tunishtirib o'tgan bo'lsa-mu, men yanada avval o'zimni tunishtirib o'tay. Ondan hikoyamizni boshlasak-mı ulgurimiz deb o'ylayman. Mening ismim Qadri. Bu yil 23 yoshga kirdim. O'zimni aytib kelishgan va aqlli bir yigitman. Endi kamchiligim bo'lsa, azroq falokat. Bu jahonda mendilmi falokat odam bo'lmasa kerak. Men mushu cho'lda tug'ilib cho'ng bo'ldim. Dadamning deb berishicha, u meni mushu cho'ldagi bir kichik to'g'roqning ostidan tepib olibdi ekan. Shunlashqami, bu cho'lga alohida muhabbatim bor. Bayoni akam sizlarga dedi haqicha. Sadirkam vaqtda meni safarga olib chiqadigan bo'ldi. Shu xushalliqda bugun 2 kun bo'ldi. Atdiganda cho'lga kirib, o'tin kaslab, bir bog'lamdan qilib bog'lab qo'yib, kash bo'g'icha 5-6 yo'llik o'tinni kaslab, kash bo'lganda 2 bog'lam o'tinni eshakka ortib, qag'allarni jangalga qo'yib chiqyapman. Maqsadim avval o'tinni yetguda kaslab olgandan keyin oxirida biraqla to'shish edi. Bugunmi layla-layga tovlab jangalda o'tin kaslab atatdim. Tuyuqsiz chatqallar orasidan itning g'ingshig'an ovozi anglandi. Chatqallar orasiga kirib qarsam, bir bo'ra ovchi qo'yib qo'ygan qopqonga tushib qilib, qansirab holsiz yetibdi. Uning kuchiga bo'lsa, uning yinida parvona bo'lib yuradi. Men chatqallarni qayrib uning yiniga keldim. Ammo u ana bo'ra shuncha holsiz turibmi, yana mendan bolalarini qizg'inib, menga xiris qilib atadi. Hey bo'ra. Men sening bolalaringni yeb ketmayman. Avu putingni bo'shtib qo'yay deyapman. Ha? Hech yo'q. Men hech nima qilmayman. Men onunga xuddi odamga gap qilgandek gap qilib atdim. Ammo u hech gapimni anglaydigandek qilmaydi. Kashki bir kiyik yoki bo'kan. Eng bo'lmaganda bir to'shqon bo'lib qolgan bo'lsangchi. Uyga ip ketiblar, sho'rpa qilib yavalar bo'g'itdi. Shundaq davitib, eg'izimga seriq suv yig'ilib, sho'lgiyimni g'ortilditib yutib qo'ydim. Ondan u ona bo'rdan cho'ng xatar kelmaydiganligini his qilib, uning putidagi temir qopqonni kuchab qayrib, uning putidan chiqarib etdi. Endi bo'ldi. Bolalaring bo'lmagan bo'lsa, seni qutqizmasligim mumkin-di. Ammo ma'u bechora bolangni baxmasang bo'lmaydi jonivar. Qani mang'al. Endi bu yerdan ket. Men shundaq deb orqamga burilib, boya o'tin kaslayotgan yerga qaytib kelib, ishimni davomlashtirdim. Kash kiray degan edi. Men 2 bog'lam o'tinni eshakka ortib, may deb tursam, boyiqi kichik chatqonlikdan yana ovoz chiqdi. Ko'nglimda u ona bo'ri ketmagan bo'lsa kerak deb o'ylab, uning yiniga keldim. Ammo ko'rganim shu bo'ldiki, ona bo'ri jon uzgan edi. Bo'ri kuchigi g'ingshig'inicha uning yinida turadi. Uningga qarab, ko'nglim shundoq yerim bo'ldi. Endi bu bechora kuchikning ochliqdan o'ladiganligini o'ylab, teximi bir xil bo'lib qilib atdim. Oxiri bir niyatga kelib, uni ko'tirib uyga ipmandim. Kashki shapaqda birdamdili uyga kelib oldim. Uyga kirmay tursam, dadam qo'limdagi bo'ri kuchugini ko'rib, mendan so'radi. Hey, Qadri bolam, bu bo'ri kuchugi-ku. Uni nerdan topding? Shundoq dada. Bu bo'ri kuchugining onasi ovchining qopqoniga tushib qilib, qansirab o'lib qopti. Bechora kuchuk onasining yinda uningga qiymagandek qarab turibdi. Men uni beqilish uchun olib keldim dada. O'g'lim, bo'ri ishga o'xshamaydi. Uni ko'ndirish tas. Ko'ndimi deyli? Bog'loq ko'ndirish mumkin emas. Voy, bilman dada.
Böğür degan bir odamga qul bo'lishni xohlamaydigan ayrim bir hayvon turi. Ammo men uni qul emas, do'stim deb muomala qilaman. Uni bog'lab yurmayman. Lekin o'g'lim esingda bo'lsin. Böğür degan go'shqir hayvon. U cho'ng bo'lsa, bizni yeb qo'yishi mumkin. Undaq bo'lib ketmaydi, dada. Men buning bilan o'ylayman texe. Amisa maylangchi bo'lsin. O'g'lim, ammo salla g'aljirlik qiladi ekan, uni ko'zdan yo'qot. Uqdim, dada. Men shu kundan boshlab bu kichikni xuddi o'z bolamni boqqandek kuyinib boqdim. Hatto uningga bo'ynoq deb ismni qo'yib qo'ydim. Har kuni o'tinga borsammi uni ilib olatdim. Kichik bo'ynoq ancha uzun mang'anmaydi. Ammo bundaq chaqlarda men uni ko'tarib olatdim. Haqiqatan hayron qolarlik. Bo'ynoqni beqib elib, bir hafta bo'lmayla bir yulg'un orasidan burkut ovusini bayqab qoldim. Gerçi burkutning ovisining egiz tog' cho'qqalarida bo'ladiganligini bilsam-mu, o'z ko'zim bilan ko'rib baxmagan edim. Ham bundaq qumliqda burkutning ovu soladiganligini anglab baxmagan edim. Burkut chujilari yengili tuxumdan chiqqan bo'lib, 3 chuja chikildashqinicha turadi. Men bularga daxil qilmay deb o'tinimni to'shiyverdim. Oradan 3 kun o'tib, heliqi burkut ovisi bor yo'lg'unlikqa o'tib qoldim. O burkut ovisiga bir qarab yiqish o'yi bilan kelib hayron qoldim. Chunki burkut chujilari o'lib qolgan edi. Bu nim bo'g'ini bo'ynoq. Bularning onasi bularni tashlab etmagan-du, ha? Voy isit, bechorlar. Ochliqdan o'lib qopti emasmi? Men bo'ynoqqa shu gaplarni qilib o'rilib ketmoqchi bo'lishimga burkut chujilarining biri jonsiz cho'kildab qoldi. Darhol kaynimga o'rilib, saq qolgan bir chujini tepib, uni qo'limga oldim-da, to'lim eg'izini ichib, bir o'tlab suni eg'izimga qo'ydim. Ondan chujining eg'izini eg'izimga akilib, uningga suv berdim. Bu qilig'im xuddi onaning balig'i non chaynab berganiga o'xshab qolgan edi. Men uningga suv berib bo'lgandan keyin xurjindagi nonni ilib, yumshoq qilib chaynab, suv bilan aralashtirib, uning eg'iziga qo'ydim. Bechora burkut chujisi xeli non yegan edi. Men o'tinlarimni eshakka ortib, bo'ynoq bilan chujini ilib uyga qaytdim. Dadam bu qitim ortiq gap qilmadi. Opam bo'lsa, mening mehribonligimga ichi kuyib, cho'ng bo'lib qolganimga qaramay, engimdan tutib, akiletib ketdi. Shu kuni bu burkut chujisiga nishon deb ism qo'yib o'lgirgan edim. Oradan 4 oy vaqt o'tib ketdi. Men 3-4 oyga yetgudak o'tinni akilib, to'g'roq ostiga besib oldim. Ammo sadirkamla texchilik kelmayotdi. Shu tariqada saqlashim texmi uzrab ketdi. Bo'ynoq bilan nishonmi kundan kunga cho'ng bo'layotdi. Meni hammadan xush qiladiğini bu ikki jonivor menga alohida amroq edi. Men nagili bo'lsam, bo'ynoq orqamdan chiqmaydi. Nishonmi doim mo'ramga qo'nib oladi. Bu ikki tilsiz jonivor bilan kunlarim burunqidan ko'p ma'nilik o'tib. O ovlag'anga chiqsam, o'zim yugurmayla to'shqan kiyiklarni ovlab kelatdim. Bo'ynoqda ozroqmi g'aljirlik ifodasi yo'q edi. O choyxonaga kelgan karvonlarga yerning tigidan qarabla yaxshi yomon niyatini bilib oladi-da, yomon niyatli karvonlarga xiris qilib, uzoqroq orom og'ilimi qo'ymaydi. Tashnolik bilan saqlashim to'p-to'g'ri 1 yil davomlashdi. Oxiri umidimmi uzilgan edi. Akilib dövlüvetken o'tinlar 1-2 yilcha yetadi. Bir kuni kashqurunlig'i to'g'riq ostida o'ltirib, o'tinlarni ushshaq qilib keslayotdi. Yiroqdan karvonning ko'ldirmasining ovozi anglandi. Men bu 1 yil jarayonida bundoq ovozdan to'li umidsizlangachga o tarafga qarab qo'ymay ishimni davomlashtiraverdim. Umtekin studiyasi. Bir osh pishim vaqtdan keyin kashki shafaq jahonni qizartganda karvon choyxona oldiga keldi. Men ularga mundaqli qarab qo'yib, choyga tayyorlik qilish uchun onamning yiniga qarab maqdim. Ular notinishlardan bo'lib,
burun bu yerga kep bakmagandek qiladi. Uyning bo'sog'isiga kelishimga bir tonush ovoz meni chaqirdi. Qadri. Bu ovozni anglab yuragim eg'ib ketdi. Chunki bu Sodirkamning ovozi edi. İttikli arkamga o'rilib uningga qaradim. O hammaning oxirida kelayotgan edi. O üstü beshini sharpi bilan yo'g'ib olgan bo'lib, to'ygisini yenidagi odamga tutqizib qo'yib, yuziga yo'g'ib olgan chaqmoq sharpisini qayrib, menga qarab keldi. Uning o'ng chekkisida cho'ng bir totuq paydo bo'lib qolgan edi. Sadirka? Qadri inim, mendan qiydab uyga kirib ketmoqchimiding, ha? Yaqay. Bakli yo'qolib ketdingizmi Sadirka? Bir ish bo'ldimi? Sadir inim, rastlı bak ko'p yo'qolib ketdilar. Ko'p ishlar yuz berdi. Qani, uy kirib aram og'och so'zlashayli. Qanday? Ma'qul. Shunday qilayli. Voy, bo'ladi. Qani ish kirkirsizlar. Qadri balam, tez berib onangga yordamlashib choyni yeb kelgin, ha? Ma'qul dada. Men bo'ynimdan so'rgandek onamning qishig'iga kirib, o damlab tayyor qilgan choy va cho'chaklarni elib, mehmon kutish uyiga chapdim. Kirsam, ular hammasi qo'lini yuvib, yo'qordan o'rin ep bo'lgan edi. Men dasturxon silib, nonlarni tizib qo'ygandan keyin cho'chaklarga choy qo'yib, ularga bir-birlab tutdim. Oxirida o'zimmi bir cho'chak choyni oldimga qo'yib o'tirishimga Sodirkam so'zini boshladi. Eng avval sizlardan uzr so'rab olay so'rdinka. Qadrinim. Ay, yo'q gapni qiladi ekansiz, ukam. Kechirim so'rg'idak nima ish vodaysiz? Sizlarga bir oyda kelaman deb qo'yib, saq bir yil yo'qolib ketdim emasmi? Va'damda turolmay qoldim. Mana endi bo'lsimi keldingizmi? Kelgandan keyin va'dangizda turdingiz degan gap. Biroq, yuzingiz nima bo'ldi? Qadrinim. Mush yo'qolib ketishimning sababimi mush totiq bilan munosabatlik. Undaq bo'lsin. Sizlarga oddiylik qilib so'zlab beray, ha? Men ayni chaqda bu yerdan qaytib ketgandan keyin yurtga kirib o'z uylarimizga tarab ketishdik. Kim bilsin, oramizdagi Obul ismli biri biz bo'lgan shaharning ishini ko'ptirib, hatto g'oyibelashtirib, shahar begiga so'zlab beribdi. Och ko'zbak hammalarni yig'ib, bizning shu shahardan elib chiqqan tillolarimizni tatib olganni ozdab, ya'ni shu shahar to'g'riliq biladiganlarimizni birini qo'ymay so'zlashimizni aytdi. Nemisini deymiz deysizlar? Ko'rgan olganning birini qo'ymay aytdik. Ammo avval heliqi Obulning g'oyviy so'zlari bo'lg'achqa, bak bizni yolg'on etding deb sur to'qay qilib qo'g'lab chiqadi. İşlar şunun bilan tugidi deb o'ylabdiman. Ammo atsili bagning odamlari bizni put qo'limizni yerga tekkizmay mahkamaga yepadi. Bag o'z o'rnida g'azabdan yerilg'udak bo'lib o'ltiribdi. O bizning kaginimizni ko'ribla oldimizga bir to'qay toshni otdi. Biz nim bo'lganligini bilmay uningga qarabli qoldik danglar. O nima deydi demaysizlar? Ana, sen nimalarni men in'om qantilladiri? O shunda g'azabli to'ldi. Biz texim hayron qoldik. Biz aniqli uningga oltin tilla bergan tursak, o oladiganni elib bo'lib, ya'ni nima deb bir o'chum toshni oldimizga tashlaydi degan savol qalbimizda aks etdi. Hurmatli o'tay janoblari, biz buni bilmadik. Sizga aniqli oltin tilla bergan edik. O tillalar necha vaqtdan beri bizda saqt turgan edi. Ma gapni ko'ra. O'g'ri, acaba o tillalarni men toshga aylantirib qo'yibdim-da, ha? Kelinglar. Bu nagasaning mal dunyosini podshohlik qilib o'zi yomg'irga solanglar. To'tay shundoq deb ikki qo'lini orqasiga tutqunicha mahkamadan chiqib ketdi. Biz emindan bilak 13 odamning hammamiz yomg'irga solandik. Har kuni yomg'irlik chiriqlarning qiynashlariga uchirdik. Bir kuni qizim Yomulga meni yo'qlab beribdi.
dal shu kuni chiriklar bizni zindonga epmangandi. Qizim mening put qo'limdagi kishanlarni ko'rib, yig'lab kelib, menga esildi. Chiriklar rahimsizlik bilan uni silkib ishtirvatdi. Qanday qilamiz? Men yana sabr qildim. Qizim bir necha qitim shundoq qilgandan keyin chiriklar qattiq qo'lliq bilan uni bir tastak urib yiqitdi. Men nemishqa mush vaqt sabr qildim. Yani mushu ballarim oilam uchun hammaga chidab o'tkazib degan. Ammo u ko'z oldimda malaikada ko'ziga qarab cho'nqqan qizimni urgandi. Achchig'imga paylamayla chirikka etildim. Shundoq qilib ikki chirikni yiqitdim. Uchinchisi kelganda chirikning naysi beshimga qattiq tegdi, o'shimni yo'qotdim. Esimga kelsam qorong'u zindonda yetibdiman. Bosh ko'zlarim yerilgan, butun badnim urib chiqayotgandekla og'riyotdi. Shundoq qilib zindonda to'p-to'g'ri yotdim. Oxiri emin uyon qatirab yurib, Selimboy bilan Maqsumboyni izlab, ularga yolvurib yurib, Do'taydan meni qutuldirib chiqdi. Chiqib bilsam, mendan boshqalarning hammasi shu qorong'u zindonda jon taslim qilibdi. Men zindondan ozod bo'lgandan keyin chiqibli birinchi bo'lib emin bilan qaytadan safarga chiqishning, ya'ni bizning shu zulmlarni tortishimizga sababchi bo'lgan eliq tillalarni ep chiqqan shaharga berishning tayyorligini qildik. Zindondagi chig'imda izchil shu shaharga qaytib berishni planlab kelgandim. Mana oxiri tayyorliklarni bitirib, yangidan sherik hamrohlarni tepib, karvon atirtimni qayta qurib oldim. Sadirkam shundoq deb gapini tugatdi. Bu bir yil jarayonida u nurg'un ishlarni beshidan o'tkazgan edi. Men uningdan o'rinsiz ranjiganimdan to'liq xijillik his qildim. Uning gapi tugishi bilan uning sheriklariga qaradim. Bularning orasida faqat birla Sadirkamning burunqi odamlaridan bo'lib, qolganlari butunlay notunishlardan edi. Makallamni qaramamdigan. Gap bilan bo'lib ketib, sizlarni o'zaro tanishtirib qo'ymabdiman emasmi? Qadrinim, sana sheriklaringni tanishtirib qo'yay, ha? Mana bu Maqsumboy. O'zi shahrimizning katta boylaridan biri. Mao bo'lsa uning o'g'li Qosim. O yenidikisi Selimboy. Uning endi o'ltirgani bo'lsa, uning jiyani To'xtamush. Oy. Qara odamga. Ana, bulungda shumshib o'ltirib uxlayotgani Mehmet Xomush. Mao akangni bilasan. Mening uzun yillik yordamchim ham do'stim Eminjon bo'ladi. O'zi qaltis pashvachi. Uning otgan har bir pashvasi zoyi ketmaydi juma. Sadirkam shu tariqada hammaylarni bir qo'r tonishtirib chiqdi.